3 xona 35 ming dollar. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Uchi bolalar. Sergeli Sputnik 16 da joylashgan. 16 qavatli binoni 9-qavati, 3 xona 4 xona qilinadigan planirovkada. Sabab bitta kichkina xonasi bor alohida. 80 kvadrat metr 2 xil tartibda sotiladi. Xohlang naqdga 67 ming dollarga oling. Xohlang 35 ming dollar uy egasiga berib turib, 32 ming dollar bank kreditini davom ettiring. Oylik to'lov 6 million 200 atrofida uy ko'ramiz. Xullas chiqib olgan bo'lsa, okalar bu koridorimizni qaranglar. Bu yerda juda ko'pchilik yaxshi ko'rishadi, so'rashadi. Sababi o'zi 3 xona, mana bu xona hisoblamagan holati, sklas sifatida foydalanishibdi. Xullas bu 4-xonasi bo'lyapti. Narxiga juda ham yaxshi, 80 kvadrat metr skvoznoy planirovka, bu mana mehmonxona. Xo'p, tashqarida visyachi balkoni bor, bu yerda yana bitta xonasi bor. Tak, kuxnyani ko'rishimiz mumkin. Razdельный sanuzel bo'ladi. Razdельный sanuzel va bu yana bitta xonasi. Xullas, narxiga juda ham yaxshi, 2 xil tartibda sotiladi. Xohlaylar 67 ming dollarga naqdga olinglar. Xohlaylar 32 ming dollar bank kreditini berib, 35 ming dollar uy egasiga berasizlar. Kredit davom ettirish tartibi bilan oylik to'lov 6 million 200 ming atrofida bizani kuzatinglar. Sizlar bilan Uchi bolalar hammaga rahmat.